buni gapiring. общий hisoblaganimizda bitta molga o'shanda 8 ming so'mdan to'g'ri keldi. Yaqinda og'iz yaradan tuzalgandan keyin borib video qilgandim. O'sha molni bo'lib ko'rdim. Mol bunaqasiga yapaloq bo'lib ketgan. Keyin yana bitta narsani aytishimiz kerak. Barda to'ydirib bo'lmayapti Ro'maka. Hammasi mana shunaqa don bo'lib, даже donlarni ham ikkiga bo'lib qo'ygan bo'lsa-ku, вообще zo'r bo'ladi silosda. Bunday oddiy formada molni hidi kiyib yurib, qahramon bo'lganlar ham juda ham ko'p. Shunga berib bir kunda 2 litrdan 2,5 litrgacha sut ko'paydi. Undan tashqari qancha vitamin o'sha dozirovkasi bilan hisoblayapman. Xudo xolasa bitta bomba ratsion tayyorlab beramiz Jamshidga. Jamshid 124 ming so'm. Bu 4 ta sigir shuncha molni ushib boqyapti-ku o'zi. Jamshid, aytsam ishonmaysizlar, Sanjar. Bitta mana shunaqa dazi aravada musor chiqqani yo'q o'sha yerda ustiga bosgan silosimdan. Bitta arava musor chiqqani yo'q. Atala va yana Atala temasi. Bugun bizlar Namangan viloyati Mingbuloq tumani Sanjarbekning uyiga kelganmiz. Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. Sizlar uchun yana bir arzon mol boqish sirlari va qishda mollarni qanday saqlash kerak degan mavzuda buzoq kasalliklari, sigir kasalliklari, qoramollarda hozirgi kecha kunduzda kechadigan kasalliklar bo'yicha xudo xolasa chiroyli video qilamiz. Videoni boshlashimizdan oldin esa обязательно like'ni bosib, bizlarni qo'llab-quvvatlash uchun ushbu videoning ссылкасini kopировать qilib, chorva gruppalarga hozirdan tashlab qo'yinglar. Video juda bomba bo'ladi xudo xolasa. Bizlar esa boshladik Jamshidbek bilan. Silos bosishdagi xatolardan eng birinchisi silos sotib olayotganda siz poliyaga borib uni zakaz berasiz fermerga, lekin bitta shartni qo'yib, keyin zakaz berib, keyin olishlaringizni tavsiya beraman. Operator yaqinroqdan keling. Silos chotki bosilgan, presovat qilingan, hammasi zakonli bo'lgan, lekin ustki qismi mana o'sha panglashdi, o'sha mog'orlashni boshlayapti. Silosni ustki qismidan achigan hid emas, o'sha mog'orni hidi kelib boshlayapti. Bunga nima qilish kerak? Birinchi bo'lib Sanjarbek keling uka. Mana siz xatoyingizni ko'rsating. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Auditoriya uchun so'rashib qo'yaylik. Auditoriya bilan so'rashib qo'ying, boshlaymiz xudo xolasa. Assalomu alaykum Ro'makam, hurmatli kuzatuvchilari. Ro'makam bugun bizga kichik firmamizdan xudo xolasa mehmon. Ro'maka. Xo'p. Birinchi bo'lgan xato. Endi birdan nimaga o'tib qo'yaylik. Videoni nimasiga? Asl kulminatsion nuqtalaridan boshlab ketaylik. Silos olayotganda mana bu krupni bu silos. Krupni degani o'sha katta o'rilgan. Birinchi bo'lib o'sha fermerdan silos olayotgan paytingizda bu safar e'tibor bering, maydaroq qilib, apilka qilib o'rdirishga. Mayda narsani suvi chiqadi, yaxshi press bo'ladi. Keyin mana bunaqa narsa so'talar 2 ga 3 ga bo'linib ketmasligiga e'tibor berish kerak. Hammasi mana shunaqa don bo'lib, даже donlarni ham 2 ga bo'lib qo'ygan bo'lsa-ku, вообще zo'r bo'ladi silosda. Panglash bo'lgandan keyin organizmni mog'or zamburug'i bundan ko'proq yana miqdorda bo'lsa-ku, o'sha zaharlab boshlaydi. Buni ham o'zi taksin beradi. Agar bir xilliklar e'tibor bermaydi-yu, ustidagisini tagidagisiga aralashtirib mollariga berishadi. O'sha paytda mollarni juda kuchli zaharlanishi kelib chiqadi. Qayerdan bo'layotganligini bilmaydi ko'pchilik. Ichi o'tish kuzatiladi shunda? Da. Ichi o'tadi, ichi sassiq o'tadi. Bir xilliklar ketoz deb o'ylaydi, bir xilliklar ozuqani quvvatdan deb o'ylaydi. Yo'q. Mog'or zamburug'i ham juda mana shunaqa nima otravleniyalarni ko'p keltirib chiqaradi. O'shani hisobiga men o'zimdagi praktikam u paytda hali blogging boshlamagandik, lekin menga juda zo'r dars bo'lgan. Jamshidbek, o'zingizni ham kameraga qarating, siz ham shu yerdaligingizni ko'rsating-ku. Assalomu alaykum, eshitmagan odamlarga, ko'rmagan odamlarga. Biz Jamshid xudo xolasa kadr orqasida bugun sizlarga foydali video qilishga harakat qilamiz. Xizmatdalar ukamiz. Qisqacha aytadigan bo'lsam, boshida 5 telechka silos olgandim. O'zimda o'sha mol boqadigan xo'jaligim bor edi-ku. O'sha opitdan kelib chiqib gapiryapman. Hozir birdan ko'rdim, bosilishi zo'r, lekin ustki qismi panglayapti, mog'orlayapti. Birinchi partiyadan meni xuddi shunaqa maral nimasida o'ralgan, maral degan texnika bor ekan. Men razbiratsiya qilmayman, uncha tushunmayman. Nomlari shunaqa ekan. Men shuncha qilib urib bergandi. Olib kelib bosdik, oyoqda bosdik, boshqa qildik. Pressladik, ustini yopdik. Ustini yopgandan keyin birinchi xatoim tuproq tashamaganim bo'ldi. Ustini yopib qo'ydim, g'ish bilan qistirib qo'ydim. Birinchi очередь. Balon ham zo'r bosadi. Agar tagi pressi zo'r bo'lgan bo'lsa, germetichni qilib o'rab balon bilan bossangiz ham balon yaxshi bosadi.
Ikkinchi martasiga уже silos oldim, yamamniki yarmini aynitib qo'ydim, yarmini o'sha aynimagan joyidan mollarimga yedirib bo'ldim. Yerni ustiga yana 4 dan 5 ta telechka bosdim o'sha paytda. Uni уже apilka qilib urib berdi. Jaguarda emas, samodelniy texnika yasagan ekan, o'zi traktorchi o'ziga. Mayda qilib apilka qilib urib berdi. Yerni ustiga bosdik, traktorda bosdik uni. Bosgandan keyin mana bunaqa parnik selofan qayerda? Oddiy o'sha 4 metrlik bo'ladigan selofonni ochib, o'rab, hamma joyiga yopib, skotchlab tashab, как раз o'sha kecha kunduzda quduq kovlatganda, quduqni tuprog'ini oldim, shuni ustiga bosdim. Yoyib tashladingiz. Yoyib tashladim. U silosga men 2 oycha teginmadim yopganimdan keyin. Chunki yamada aynib kelayotgan silosim bor edi, tez yedirdim. Keyin bu silosga o'tdim. Jamshid, aytsam ishonmaysizlar, Sanjar. Bitta mana shunaqa dazi aravada musor chiqqani yo'q o'sha yerda ustiga bosgan silosimdan. Bitta arava musor chiqqani yo'q. U hali mog'orlash yo'qda tursin. Oxirgi etapida, zaklechonni etapda silofanni yopib bo'ldik, skotchladik, stiklarni polni yopdik. Bitta burchagidan shunday chang yutgich bor-ku, pilisos. Shuni tiqdim. Bor havosini tortib oldim. Bir 40 minutcha yoqib qo'ydim pilisosni tiqib. Havoni shunday tortib olib, vakuum qilib o'rab qo'ydik. Bitta arava ham musor chiqqani yo'q. Oddiy tuproqni ustiga bosdim yerga. Mana shunaqa devorga tirab bu yog'ini, devorning tagidan unday salafonni olib bosib, mana shunaqa nima qildim? 1 gram ham musor chiqmadi. Lekin narigi 5 telechkamdan 1,5-2 telechka musor chiqdi. Chiritib zararda u qancha zarar? Ha, u menga moddiy zarar, lekin menga dars bo'ldi u. Hech nima yo'qotishsiz bo'lmaydi. Tajriba nimadan kelib chiqadi? Qilasiz, o'rganasiz. Bitta narsani o'zi o'xshatdingizmi, yarim soatda, ertaga masalan o'sha narsani 20 minutda qiladigan bo'lasiz. Qilib. Endi doktorlik sohasidan aytyapman, vrachlik. Klinikada oldin operatsiya qilardim. Hozir masalan kunlik nimada oddiy masalan bitta mushukni operatsiya qilsam, oyog'iga yo shtift qo'ysam yoki matka udalение yoki boshqa narsa shu kabi yoki kesreva qilsam, oldin 1,5-2 soat vaqtim ketadi. Hozir kesrevani 40 minut, 45 minutda qilaman bitta mushukni ichini ochib, bolasini olib. Tezlashish bu opit. Tajribani oshirish kerak. O'sha narsa keyingi safarga sizga Xudo xolasa Sanjarbek, bemalol o'sha aytgan tavsiyalarimni qilsangiz agar, siz ham mana shunaqa zo'r sharoit qilgansiz silos o'sishga. Bir arava ham musor chiqarmaysiz. Buni hozir to oxirigacha borguncha usti konkretni mog'orlaydi men buni. Ha, o'zi tepasi. Ochib yopgandan o'sha ustining rangi aynigan, o'rtasi yaxshi turibdi. Mana bu o'rta bosilganligi uchun yaxshi turibdi. Traktorda bosilgan ular. Mana achiganlik hidi kelib zo'r turibdi. Tepasidan hidlasangiz sal chiriganlik hidi kelyapti. O'zi buni his qildik, o'zi sezdik. Ana shu narsani ustini yopib qo'yaylik. Ana shu narsaga juda katta e'tibor berish kerak. Silos bosishga. Endi bu yoqqa mollarni tomosha qilamiz. Nech pul bilan boqyapti Sanjar hozir? Atalarni oldiga kelsak birinchi. Ha, birinchi bizda. Ko'pchilik biladi, men atalar bilan boqaman mollarda. Atalar bilan boqasiz, tovuqni nima tandirning tagiga qamaysizlar, vodiyliklar. Bitta savolga javob beringlar. Yoki tandir qurilgandan keyin tovuq boqish hissi paydo bo'ladi, tagida joy paydo bo'lgandan Shu keyin. narsani hozir Romaga ham kirib aytishganda, o'zim ham o'ylanib qoldim. Romaga bu tovuq boqish ham tandir qurilgandan keyin keldi-da. Ha, uyingizda tovuq yo'q edi-da. Tagi bo'sh turadi, uydagi ayamlar tovuq boqamiz, tovuq olib kelaylik deydi, tovuq qamab qo'ydik. Lekin to'g'risi bu yerga nimaga asoslanib tovuq boqish hech kimni xayoliga kelmagan savol bu. Kelmagan ekan. Ajoyib savol bo'ldi. O'zim uyimdagi narsa hech meni qiziqtirmagan ekan. Jamshid ham uyda xuddi shunaqa holat bor edi. Xo'p, atalarga keladigan bo'lsak, birdan kalkulyatsiyasini aytib ketasiz. Xo'p, Birdan hisoblaylik. Hisob kitobni bilasiz-ku. Romaga bu 200 litrli atalar o'tgan safar videomizda hisoblaganmiz. Bochkada. Sal unga qaraganda nisbatan kuchaydi. Kuchliroq, ha. Xo'p, Kuchaytirmasangiz ham bo'lmaydi o'tgan safar. Odamlar bosh qotib qolgandi. hozir Gumuzni hisoblaganimizda Sanjar navrot bepulga boqib, yana uni gumuzdan ham foyda qilayotgandi sutlarni sotib. buni общий hisoblaganimizda bitta molga o'shanda 8000 so'mdan to'g'ri keldi. Kunlik yeyotgan ozuqasimi Kunlik. yo atalasimi? Atalasini o'zimi? Atalasini o'zi 8000 so'm. 8000 so'm. Lekin hozir buni ichida to'g'risi qancha mahsulot borligini aniq bilmayman. Naglas solasiz. Naglasni birinchi hisoblangan lekin hamma yog'i как положение hozirgi narxga to'g'ri kelganini bilmayman lekin. Bu 3 oy oldingi narx.
Ha, 8 olib ming so'mdan. qo'ygansiz. Ha, balkim hozir Mahsulotini. 8,5 mingdan to'g'ri kelar yoki 9 mingdan to'g'ri kelar. Bug'doylar ham qimmatlab ketdi-yu hozirga aka. Buni ichida aka bug'doy uni bor, makka uni bor. Ozmoz kunjara qo'shyapmiz hozir. Paxtanikimi yo nimanikimi? Yo'q, oddiy. Simichkanikimi? Oddiy kunjara o'sha, paxta kunjara. Ha, paxta kunjara. Kunjarasidan qo'shyapmiz. Hozir shunda nechta mol bor bu yerda? Aka bu yerda hozir bu yerda 10 ta, bu tomonda 4 ta, bitta kichkina buzoqlar o'xshagan 4 ta. Joniga hisoblasak. Yo'q, joniga emas, katta yem yeydigan mol 13 ta, to'g'rimi? 13 ta yemaydigani 13 ta. Ko'paytirsak 8 ga 104 ming so'mlik atalani o'zini yeyapti. 8 ming so'mni o'zini okruglyatsiya kilos 500 so'mmi sizlarda vodiyda? Bizda yozda kunida 400 so'mga ham chiqib ketdi. Oxiriga kelib 800 so'mga ham chiqib ketdi sizlar. Siz nech puldan olgansiz buni? Biz o'zimiz ekkanmiz aka, faqat traktoriga pul to'ladik. O'rtacha hisoblaylik 5 so'mdan. 500 so'mdan. 5 so'mdan. Nech kilo yeyapti bitta molingiz? Sog'da sigirlar 7 kilodan yeyapti, u bitta buqa bor, u 6 kilo yeydi. Buzoqlarchi o'rtada razmerdagi Ular ham g'unachilar. o'sha monolarning qatoriga turib 6 kilodan. 6 kilo. 6 kilo. 3 ming so'm o'rtacha plus 8 ming so'm boyagi rasxod 11 ming so'm. Atalasi 2 mahallik bo'lyapti. Silos 6 kilo bir mahalga yeydi. Aha, bir mahaliga yeydi. Yana plus 3 ming so'm, 14 ming so'm. Yana nima berasiz? Xo'p. Bundan tashqari atalasini kuyib bergandan keyin ustiga un kepak sachib beramiz. Qanchadan? Un kepak bir 700 gram. Yarim kilo 700 gram atrofida sachib beramiz. Nech pul kilosi? 3200 so'mdan hisoblaymiz kilosini. Yarim kilo 1 3200 kilo bo'lsa plus 3,5 ming so'm 1 kilo 2 mahalga qo'shamiz. 17,5 ming so'm. Yana nima berasiz? Buqaga kunjara berasizmi? Hozir buqamiz bo'lardi oldin, ko'p edi. Hozir ozaytirib bitta o'sha chekkada buqa bor. O'shani o'zi faqat kunjara yeydi, Ha, uni o'zi kunjara, o'sha quruq yem ratsion tuzib berganmiz, shular deydi. O'shani yeydi. Lekin atalar ham quyib qo'yasiz. Atalar bir mahal ba'zida ichib turadi. Ha, Mana ulardan ortib qolsa, bu ko'payib ketib qolsa, unga quyib beramiz. Lekin 17,5 ming so'm. Mana shunga e'tibor berdiring. 17,5 ming so'm bu kecha kunduzda. buni Hozir buqani o'zini boqsaga Jamshidbek menimcha 40 mingdan arzonga tushmaydi-ya bir kunlik boqishi. 30 ming u yoq bu yoq bilan 38 mingga tushyapti aka. 38 mingga. Siz o'sha tez bo'l narsa berasiz. Silos berasiz. Ana u nimaga meshalkaga aralashtirib, yem, kunjara kepagini solib berasiz birdan. O'shancha pulga tushyapti. Bittasi. Yashang. Lekin- sizda pulingizga bu 2,5 ta molni boqyapti bir kunda. lekin bir tomoni bor. Bizda hozir bu yerda 4 tasi sut beradi, Romaga. Mana ham xudo xolasa kutyapmiz yaqin. Ha, bu haqida yana Instagramga alohida video bo'ladi. Mol men yozda kelganda atrofidan aylaningda. Bu ham o'sha paytda qochmayotgandi. Qochmayotgan o'lib qoladi, qo'rqib yuradi. Ha, siz ukol qilsaga bu ukolni ko'taradimi? O'lib qoladi bu degandingiz esingizdami? Ha, odam qo'rqitgan bu mollar asa. Xudo xolasa yaqin o'rtada tug'adi, Romaga. O'shanda 5 ta bo'ladi. Bitta zametka beraman, gapingizni oldim. Tug'gandan keyin обязательно tuyog'ini tachit qildirib menga video tashlaysiz. Shogirdingiz xudo xolasa o'zlari xizmat ko'rsatishadi. Обязательно, lekin mol tuyog'ini kesgandan keyin mol ham suti oshadi, tuyoq tachit qilgandan keyin. Ham vazni oshadi. Bular Badanda og'riq his qilmasa, diskomfort bo'lmasa, mol o'zgaraveradi yana. Mana bu narsa yo'q edi men o'tgan safar yo'q, bular kelganimda. yaqinda kelgan bular. Bu ikkovi yaqinda kelgan. Chiroyli narsa ekan. Narxini aytib o'tib ketamizmi? Nechta tuqqan nima bo'lgan? Aka, bu ikkita tuqqan. Ikkita tuqqan. Bolasi qaysi? Yo'q, buni bolasi yo'q hozir. Chunki bolasidan ajratib olingan bu. Ha, yakka sotib oldingizmi? Ha, yakka sotib olingan. Narxi 23 millionga tushdi. Suti bormi? Suti bor aka, 8 litr suti bor. Qorindachi? Qornida 2 oylik degan, endi lekin Hali Allohu alam. Ha, endi xudo biladi, lekin Agar hozir shogirdimiz Abdumutal kelib qolsa agar birdan video davomida men o'zim qo'l solib sizga aniqlab beraman. Qo'l ham maqtanish emas, mana bu tekshiraverishdan qo'lda o'zi sensor bo'lib ketgan o'zi bilan birga ishlataverib. Judayam Bu zo'r bo'ladi. katta gapirish emas bu. Bu opit bu boyagi aytganimda, tajriba. Xo'p, keyin yana Romaga rasxotini aytdik-ku. Buni ustini ham hisoblab o'taylik-da. Daychi, gapiring. 8 litr hammasi, ba'zi narigi tomonda bittasi bor, 12 litrgacha sut beradi. Hop, bu Lekin 8 o'rtacha- litr, 12 litr, yana necha litrligi bor? O'rtacha hammasiga hisoblaylik 8 litr, Nechta sigir? 3 ta 4 ta. sog'iladi? 4 ta sog'ilyapti. 4 ta sog'iladi. 32 litr sut. Litr necha pul bo'lgan sut sizlarda? Hozir bizda 8 ming, 7 ming. Tak. 7 ming pastdan oling. 7 ming hisobla. 224 ming so'm. Bu 4 ta sigir shuncha molni uji boqyapti-ku o'zi. Bu bundan ortqizib aka o'zimizda o'ylarimizdagi rasxotga ham ortqizib chiqarib beryapti, xudoga shukr. Harakat qilgan odam, imkon topgan odam Bu yo'l narsani narsani ko'paytiraman. qiladi. Gaz yo'q, boshqa yo'q deb yurishni foydasi yo'q. Harakat qilish kerak. Men o'zim
hozir bitta narsani aytib o'tib ketaman. Nimaga mol boqishni to'xtatdim? Stabilni ishlaydigan odam topish qiyin bo'lganligi uchun men o'zim ko'chada vyezga chiqib ketardim. Shu mol, qo'y davolashga mol ko'payib ketgandan keyin o'zim ulgurmadim. Yaxshi ishchi topmaganim uchun ko'nglim sovib ketdi-yu, minusga kirib ketmay deb yig'ishtirdim. O'zingiz pastayan o'zingizda qarovingiz bo'lsa, birovni ishlatsangiz ham qarov zo'r bo'lsa, moldan zo'r foyda qiladi. Men bu narsani juda yaxshi tushunib yetganman. Lekin o'shanaqa odamzodda har xil moment bo'ladi. Hali ham hozir желание bor, xudo xolasa yozlarga kelib nasib bo'lsa bu planlarni yana bajaramiz. Bitta akkuratni joy olib, ko'p emas, 10 ta buqa ketadigan, bir 20 ta parodni qo'y ketadigan joy qilish niyatim bor. Ko'p ham mol kerak emas. 10 ta dona parodni buqa qilib, nasib bo'lsa u narsani qilamiz. Jamshidbek bilan plan tuzib yuribmiz. Xo'p. Mollarni bir qator ko'rsatib o'taylik orqa oldidan, ha? Aha. Bemalol. Ola parodalar ham kelgan Romaga. O'sha novoslarni hozir kamaytiryapmiz. Bu xunajinlarni sotib oldingizmi? Ha, bular sotib olingan. Chunki o'zimiz sut yo'nalishiga mol ko'paytirmoqchimiz hozir. Ha, sekin o'tmoqchisiz. Ha, dadamlar. Lekin maslahatim 8 ta 9 tadan ziyod sigir qilmang. 10 ta qilmoqchimiz. Yo'q. Ko'payib ketadi Sanjar. To'g'ri. 10 ta ham ko'payib ketadi. Chunki bitta ro'zg'orda 2 kishi yoki 1 kishi molga qaraydigan bo'lsa, 8 ta sigir yetib ortadi. 5 ta sog'inda bo'lsa, 3 tasi ajdanida bo'ladi. Qolgan mollarni katta qilib, almashtirib, qariganni boshqa qilib yuraverasiz. Mana shu hozir mollaringiz, mana nimamda zakonda men kadr ortdi, bu yoqqa kirganim yo'q edi. Hozir mana kirdim. Bu yerda men bularni novvoshchi deb o'ylagandim. G'unajin ekan. Yo'q, bular birdan hozir mana nima bo'ldi? O'sha fikr. Ko'rganda men azob chekasiz keyin. Bittasini tuyog'i og'riydi, bittasini yelini og'riydi. O'shaning uchun mastit problemalar boshlanadi. Kamida bilinmaydi. Ko'paysaga boshlanadi. O'shaning uchun sifatli o'sha 20 litrdan sut beradigan moldan 5 ta qilib qo'ying. Aytaylik shu sut yo'nalishiga ola qildik o'zi. Ha. Ola nima deysiz o'zingiz? Ola parodaga. Zo'r. Agar ruskiy nimaga o'xshayapti bu? Chornopyovsklar rossiyskiga o'xshayapti bular Shu hammasi. Toshkentdan tushib kelgan firmadan olingan. Qanchadan oldingiz? Mana ikkita, mana yotgan ekoni 17 millionga olingan. Bular 13 milliondan olingan aka. Bular 17 dan. Ha, 17 milliondan olingan. Bittasini qimmat bo'lib ketibdi. yaqinda buqatalab bogus keldi, lekin qo'yilmadi. Zot sifat qimmat. Arzon mol bozorda ham tiqilib yotibdi. Bular qanchadan olindi? Mana bu yerda semiz novozlaringiz bo'lardi. O'shalarda eng kichkinasi bitta o'sha shved qoldi. O'sha shved qoldi xolos. Bu kichkinasi edi, mana bu yerda turardi. Ha, bu kichkina. Bu yoqda ikkita gigant bor edi. Ha, bu tomondagilar ketdi aka. Ularni xossobga topshirdik. Bularni qanchadan oldingiz? Bularda o'sha Greyford Rossiyadan kirib kelgan. Bularda 3 oy oldin 18 milliondanmikan, 17 milliondanmi olingan. Uga 18 yo 17 million. O'zgarish qanaqa ekan? Jadariga nisbatan. To'g'risini aytaman. Birinchi boshda e'tiborsiz qoldirdik Rom aka. Mana ikkovi yaxshi o'zgaryapti. O'zi bilib Lekin turibdi. mana yaqinda bir 10 kun oldin o'sha o'zining shogirdingiz Abdumutolaga qarashdi. O'shandan keyin nisbatan o'zgarish boshlandi. Men sizga hozir yana bitta ikkita priyomchalarni o'rgataman. Abdumutol kelsin. Agar hozir video olayotgan jarayonimizda kelib qolsa, unga topshiriq beramiz, xudo xolasa. Lekin mana ikkitasi zo'r o'zgaryapti O'zi ko'rsatgan. ko'rinib turibdi. Bu uchalasi bir xil bo'lgan olingan paytda ular o'zgarib ketgan, bunisi o'sha sal be'e'tiborsiz qolib ketgan. O'sha metabolizmni tezlashtiradigan, yeganda ko'proq yuqtiradigan narsalar bor. Hozir tushuntirib o'tib ketaman. Xudo xolasa. Keyin yana bitta narsani aytishimiz kerak. Bularni to'ydirib bo'lmayapti Rom aka. Qaysilarni? Mollarni, umuman. Ularnimi? Hozir aytaman uni. Jamshid akam bilan o'tgan sari gaplashdik bu haqida. Men bu yerga kashf qilganda men yuradigan joyim koridorim tor edi. Tiqilib qolardim. Men bu koridorni katta tashlasaga bemalol aravada kirib ham chiqsa bo'ladi bu yerga. O'zi aravada beriladi. Yo'q, buni hali boqish kerak ekan, Sanja. Ha, mana Buni hali 3 oy haqqi bor ekan buni. Yemin tayyorlab qo'yganmiz. Buning ichida nimalari bor, Sanja? Kunjarasi bor, makka uni, bug'doy uni, ozmas kunjarasi bor. Shular. Shuluqasi ham bormi o'sha? Yo'q, Yo'q, kunjarani shuluqasi nimasi kunjara. ekan? Xoka kunjara ekan bu. Shundan unday qilib beriladi. Beriladi, yeyveradi. Qancha to'g'ra berasiz mana shu to'g'rachadan? Mashinada to'la beriladi bir mahaliga. Bittasiga bitta to'g'ra berasiz. Bitta mashina to'la silab beriladi. Har hafta agar bolni yaxshi nima qilmoqchi bo'lsangiz, endi bu yog'iga aql o'rgatyapti demang. Masalan, shuncha beradigan bo'lsangiz, har hafta
bir hovuchdan qo'shing endi ustiga. Har hafta. 3 oyda siz 2 tog'oraga yetasiz. Tushundingizmi? 2-3 oyda 2 tog'oraga yetasiz o'sha hovuchingizda. Keyingi hafta yana 2 hovuch. Mana bittasini bo'shatdingiz molni oldiga, o'lchaysiz. 1, masalan yana 2 dp. Qo'lda dp. Endi tarozi qo'yib o'tirmaysiz-da, o'zi 100 grammdan ko'tarish kerak. Haftasiga. Keyin ichiga qarab berilaveradi. Keyin ichiga o'zi kam ko'tarsangizga ichi ketmaydi molda. Xudo xolasa ratsion bo'yicha ham hozir klinikada o'tirgan paytimda vaqtim bo'lganda o'zi chuqalayapman Jamshid. Men sizga ham aytganim yo'q narsani, xudo xolasa. Ana Abdumutalam kelib qoldi. Kel. Kechaga degandik, mana keldi. Kechqurun xayrlashganmiz, Vodiyga kelganimizda hozir keldi. Ya, bugun ertalab soat. Va alaykum assalom. Tinchmi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Charchamaysiz? O'sha oshirib borish kerak. Boyagi nima aytganim? Ratsion bo'yicha ishlayapman, xudo xolasa. Bitta mol живой vesi necha kilo bo'lsa, necha kilo xom oqsil yeyish kerak, belok, qancha uglevod qabul qilish kerak, necha gramm kletchatka kirishi kerak uning ichiga. Undan tashqari qancha vitamin o'sha dozirovkasi bilan hisoblayapman. Xudo xolasa bitta bomba ratsion tayyorlab beramiz Jamshidga. Jamshid, o'zingiz uchun yasaysiz, grammovkalari bilan yozib beraman. Har bitta molga. O'shanga qarab ratsion tuzasiz, yemda aralashtirasiz, hozirgidek bochkaga. 30 kilolik mayda tarozi qo'yib qo'yasiz yoniga. Bitta molmi, o'sha molni dozasini berasiz, grammi bilan. 1 kilogramm tirik vaznga necha gramm ozuqa qabul qilish kerak. Men shu narsani xudo xolasa yaqinda yo'lga qo'yaman. Ikkita aqllilar chiqqan. Doktor vrachligini qilsin, ratsionga aralashmay qo'ysin deb, ratsionni ham ko'ziga ko'rsatib qo'yaman. Xudo xolasa nasib bo'lsa, bu katta gapirish emas. Qilaman dedimmi, qilaman, xudo xolasa. Xo'p. Bularni profilaktikasini doktor bobomizdan so'rasak, O'zlari. profilaktikaga mol kelsa agar immunitetni ushlaymiz deydi, parazitdan xoli qilamiz deydi. Keyin hozirgi kecha kunduzda oyoq osti sal notinch, og'iz yara, badanda toshma, balo-battar kasalliklar bo'lib turibdi. O'shalarni profilaktikasini nima bilan ushlayapti doktor bobomiz? Sekin o'zlari tushuntirib bersalar agar, keyin men mana bu molga hozir video davomida bitta ikkita buzoqlar kasalliklari bo'yicha xudo xolasa nima qilamiz? Tuzib beramiz. O'zi mana bu molni metabolizmni boshqatdan zapusк qilishdi, xudo xolasa nima qilamiz? Doktor bobodan so'rasak, endi gap bu kishiga. Assalomu alaykum obunachilarga, o'sha Jamshid aka, rahmatulloh aka, Sanjarbek obunachilarga yetib keldik. Ozgina kech qoldik shu ishlar bilan. Ya. Paytida. Bular boshlab yuborishibdi ijodni. Hozir sal nima qilsangiz, Jamshidni bosdingiz-ku, tomijere bo'lardi, yerdan ko'tarib o'rsangiz. Bu mollarga ustoz keladigan bo'lsak, xo'p, hayvonlarda umuman kasal bo'lmayapti. Ko'z tegmasin. Sababi misol uchun ko'p o'sha Jamshid aka bilan Sanjarbek bilan yuqumsiz kasalliklar bilan syomkalar qilamiz. Firmaga ko'p kelamiz. Hech qaysi Yo'q. kasallik yo'q. Sababi bular hammasining immunity baland. Kelgan vaqtida misol uchun shu dastimni ham qilamiz, shu ichki parazitga ham qilamiz. Vaqti bilan shu profilaktika shu lichnerlar bo'lgani sababli hayvonlar umuman kasal bo'lgani yo'q. Nima qilyapsiz? Gapni qisqa qilinglar. U yog'ini bilaylik. Nimalar Birinchi berasiz? kelganda shu ichki parazitlik, immunoparazitdan qo'llaymiz. O'sha immunity ko'tarib o'sha charchoqlarni tezroq chiqarish maqsadida dastim qo'llaymiz. Birinchi inyeksionni bilan kirgizib olasiz birinchi nimani? Kimo ishtahalar ochib modda almashuvini yaxshilash maqsadida katafuldan foydalanyapmiz. Yashang. Shu narsani aytmoqchi edim hozir. Bir martada. Sizlar bir marta qilgansizlar-da. Men bitta joyga bordim. Yaqinda o'sha mol bilan yana video olib keldim. Ana, ko'rishingiz mumkin, novoslar ijvondan turdi. Oxirida qarang. Yalab qo'ydi. Boshlayapti o'zi. Katafulni men 3 marta qildim, bitta joyga borib, 2 marta, biri Faridun 1 marta qilgan, yana borib o'rtasini men qildim, yana 1 marta borib shogirdim Faridun qilgan. Molni borib, ana mol bor edi-ku, 40 kundan 3 oygacha tayyor bo'ladi degandik. Jamshid esingizdami? YouTube'ga ham video oldik. Pastlikda, jarlikda. Hafiz akaning uyi. O'sha joyda bordim, o'sha birinchida turgan molni yaqinda og'iz yaradan tuzalgandan keyin borib video qilgandik. O'sha molni borib ko'rdim. Mol bunaqasiga yapaloq bo'lib ketgan. Yo'q. Bo'yin solacha отдельно tema, mol yapaloq bo'lib ketgan.
Olganman, videoni xudo xolasa joylayman Instagramga. Nasib bo'lsa. Bu bitta tema. Xo'p. Doktorbonni eshitaylik dalchi. Endi hozir xudo xolasa o'zi ikkinchi ukol qilgani vaqtimiz bo'lmasa qiz safarga ketdik, o'zi 10 kunda qilamiz deb Sanjarbek aytganmiz, o'zlari ham qachon qilamiz ekan, rezultat zo'r bo'ldi deb katapuldan aka. Xudo xolasa endi bugun mana ikkinchisini Eshitishim asosini beramiz. bo'yicha o'zi men buni 10 grammdan 20 grammgacha inyeksiya qilinglar deb berib o'rgandim ularga. Xo'p. Chista Koreyadan kelgan. Samolyotda, suvda emas. Samolyotda kelgan to'g'ri. Yana maqtayapti demanglar, hozir yana negativ fikrlar bo'ladi, doringni tiqib o'ryapsan deb. 10 grammdan 20 grammgacha qilish kerak. Ana unaqa buqachalar bo'ladigan bo'lsa, qozoq boshga o'xshaganlar, ularga 10 gramm. Nariga o'sha kattaga 15-20 gramm qilish kerak. 2-3 kun ketma-ket qilinadi-ku. Keyin sizlar ko'rasizlar rezultatni. Sizlar bitta inyeksiyadan keyin ishtahani rezultatini ko'rgansizlar. 8 grammdan 12 ta molga qilgansizlar. Bitta 100 grammlikni. Bitta 100 gramm ishlatganmiz. 8 grammdan qilishgan. Ha, boshqa sotib olishga pullaring yo'q edimi? Hop. Dastim. Eng kerakli. O'zimizning milliy mahsulot. Bundan oldin bozorda immunitet bo'yicha ishlaydigan dori yo'q edi dastimgacha. Hamma bu dorini ko'rib, keyin immunitet nimaligini tushunib yetganlar paydo bo'ldi. Demak, Ularni qoralamaymiz. Immunitet bilan parazitni yengadigan yagona preparat. Immunitet bilan. Bu ximikat emas. Bu molni bola tashlatib qo'ymaydi. Bo'g'ozlikda oxirgi 9-oyligida ham qo'llasa bo'ladi. Faqat bitta nosi bitga ta'sir qilmaydi kanaga. Ichki parazitni lyubboyga ta'sir qiladi. Lyubboy xil sortiga ta'sir qiladi bu dori. Xo'p, shuni aytdingizmi siz, Hoji aka? 8 oylikdan oshiq bitta bo'g'oz sigir tishini g'ijillatadi. Bir hafta 10 kun oldida xo'jaligimizga qildik. Ta'sir qildirmadi. Dastimni ukol qila olmaydiganlar uchun nimnoxor parashok. Bitta molga 2 gramm bir kunda. Mana shunaqa sigir bo'ladigan bo'lsa, yetib ortadi, kormni ustiga sepib bersa agar. Bu bo'ldi. Eng kulminatsion nuqtalarga kelyapmiz. Sut ko'paytirib, abortni to'xtatish uchun, qo'ylar va mollar uchun abort, echkilar uchun. Hattoki bruselloz qo'zg'atuvchisini ichkarida neytrallab tashlaydi makrofagni ichida. Nima? Buni o'zi asli chiqarilishi, bizlar buni bergandan keyin, sut ko'paygandan keyin sutga ham yo'naltirib yubordik, ko'rdik, kuzatdik. 100 ta qoramoldan 90 tasiga sutini ko'paytirish bo'yicha rezultat bergan bu preparat. Aka, gapingiz bo'laman. Shu narsani o'tgan bu yil erta borda Jamshidga berdi. Bitta berdi, ikkita savdo ma'lum bo'lardi. Bundan abi tomonlari. Shunga berib, bir kunda 2 litrdan 2,5 litrgacha sut ko'paydi. Tamom. Berib davomiy yursangiz ko'payadi. Abort bo'lmaydi. Har xil infeksiyalar ichkarida yashirin infeksiyalarni yo'qotadi. Bu o'zi immunitet uchun qaratilgan narsa bu. Lekin immunitetni kuchayganligi hisobiga sut ham ko'payadi bu avtomatiski. Mana shuni hisobiga sutni ham gapirib o'tamiz bizlar. Lekin buni asl chiqarilish maqsad hayvonlarni bola tashlashini oldini olish, bo'g'ozlik davrida, qochirish paytida, qo'chqorlarni qo'shish paytida qo'llasa agar badanidagi o'sha skriti infeksiyalarni o'ldiradi, yo'q qiladi. Rossiyada savol berdingiz o'tirganimizda rusga. Ha. Sizlarda dedingiz yomon ketdi, bor o'sha joyga. Bunaqa dedi ular. O'tiribmiz seminarda, Nitofarmni zavodi deydik. O'tirib. Brucelloz haqida tema ketdi. У нас brucelloz не лечит. Сразу на утилизацию. Bunday qaradi. У нас утилизируют, что ли, dedim brucelloz. Да, dedi. А мы лечим бруцеллеза, dedim. Как, deyapti? Как это возможно? У нас есть специальные свои препараты, которые производятся в Узбекистане. Keyin xarakteristikasini tashab berdim, qotib qoldi. Instruksiyasini tashab berdim, onlayn sразу qotib qoldi. Dastim bilan immunomakni tashab berdim, hali immunoparazitlarni eshitgani yo'q ular. Keyin yana bitta narsa, buzoq agar uyda boqilayotgan paytda qo'yib yuborilib ketadimi, onasidan mastit boshlangan paytda sutga emib qo'yadimi, bo'ladi-ku, bir oylik buzoqlar o'zidan o'zi ichi oqib ketadi yoki yashil ketib qolsa, birinchi kun siz uni e'tibor berasiz, buzoqda hali kayfiyati yaxshi, surunkaliga o'tmagan bo'ladi. O'sha paytda Flora Balans sashay deydi, bitta paketikini ochasiz, og'ziga yoki shpritsda eritib turib, yedirib olsangiz, o'zini shunday og'ziga to'kib, orqasidan suv berib yuborasiz, farqi yo'q. Buni shpritsga solib yoki piyolaga eritib turib, shpritsda ichirib yuborsa ham bo'ladi.
bemalol ertalab kechqurun 3 kun va bundan tashqari odamlarning o'zimizning meditsinskiy aptekada pankreatin degan hazm qiluvchi qizil tabletka bor. Buni ko'pchilik biladi. Ikkita ertalab, ikkita kechqurun berasiz pankreatin. Va flora-balans beriladi. Fermentatsiyani ulучшать qilib, organizmda foydali bakteriyani ko'paytirgandan keyin bu probiotik, bu hech qanaqa antibiotik ham emas, boshqa narsa ham emas. Tabletka pankreatin ferment bo'lib, hazmni kuchaytirib beradi. Bu esa ichkaridagi mikroflorani yaxshilaydi. Birinchi, ikkinchi kunda shunday sezib qo'ysangiz agar, buni olib xolodilnikka qo'yib qo'ysalaringiz ham bo'ladi. Bemalol turadi xolodilnikda. Kimni uyida sigiri bo'ladigan bo'lsa, bemalol olib, misol 4 ta 5 ta, misol 10 ta donasini uyga tashab qo'ysalaringiz agar, ertaga buzoq nimasini ichi ketib qolsa, birinchi bo'lib doktorga yugurib, nima qilish shart emas. Ko'pchilik doktor nima qiladi? Vrach kelib, antibiotikdan boshlaydi ichi ketayotgan buzoqlarni. Ko'pchilik. Ana shunaqa bo'lmasligi uchun birinchi probiotik va ferment berish kerak. Pankreatin, mana shu narsani zapomnit qilib qo'yinglar, esdan chiqarmanglar. Keyin u yog'i sekin-sekin bo'laveradi, xudo xolasa. Yana kimda nima savollar bor? Bu flora balansni yaqinda chiqardik Instagramga ham, ko'rgan bo'lsangiz. O'sha Girifordlarda shu uchchalasida ham bor edi. Ichi suyuq ketayotdimi? Ikkita berdik, o'zi bir kunda sezildi. Bir martada o'zi Bir martada rezultat bo'ldi. Mikroflorani yaxshilab bergan. Sinovdan o'tkazib turib keyin reklam. Bu narsa menga zavod registratsiya qilishidan oldin, paket qilishidan oldin menga rasitnoy kelgandi idishga. Ana shu narsani men ishlatib keyin aytdim Alisher aka, dedim, "Davay, bozorda yo'q bunaqa narsa, hech kim probiotik bo'yicha ishlagani yo'q. Bu veterinariyada yangilik bo'ladi. Antibiotik organizmni kuchsizlantiradi, to'g'ri ichkaridagi bakteriyani o'ldiradi va o'ldirish bilan birga polezniy mikroflorani ham o'ldiradi, o'sha foydali bakteriyalarni ham o'ldirib qo'yishning hisobiga. Mana shu narsa bo'lmasligi uchun boshlanish paytida bersa bemalol bo'ladi. Ham kam rasxod qutuladi odam, ham antibiotikni ichganini zaharlab qo'ymaydi. O'sha o'tib ketgan bo'lsa, lekin baribir antibiotik qo'llab turib, buni qo'llash kerak. Antibiotik bergandan keyin обязательно probiotik berish kerak. Mana shunaqa gaplar. Kimda yana nima savollar bor? Narsani o'zim ham yemishni ustiga sachban berib ko'rdim ikki kun. Bir mahaldan. Mana shu olabuzovchiga berdim. Ichini 2 kunda keltirib qo'ydilar. Da keltiradi, Aytdi. aytdi. Ichirmadim, shunday yemishni ustiga. Bo'ladi, yemni ustiga sepib bersa ham bo'ladi. Kepakka qo'shib aralashtirib bersa ham bo'ladi. Endi buzoqqa nimaga suv bilan beringlar deyman? Osonroq, tezroq ketadi ichkariga. Erimdan shuni sachib berdim. Buzoqqa deyapman. U mol yeydi, kepak bilan ham yeydi, yemini ustiga sepib bersangiz, dorini qanday berishni farqi yo'q. Og'iz orqali ichiriladigan dori. Suvga eritib berasizmi, yemiga qo'shib berasizmi, kepagiga sepib berasizmi? Organizmning ichiga o'sha to'laqonli porsiyani kirgizib olsangiz bo'ldi. Mana shu narsaga e'tibor berish kerak. Jamshidbek, keling, bir ikkita fikrlaringizni ayting o'zingiz. Mikrofonni oling, ha. Bo'ldi, fikrim endi kak. O'zimiz shu yerdamiz aka. Meni qo'shnim Sanjar shogird ham qo'shni iloji boricha maslahat qilib, Abdumuttal bor, Jahongir aka bor, maslahat qilib, o'zimni fermamga ham olib boraman sizni. Bitta 12 milliondan olingan buqalarni hozirgi holatini ko'rasiz. Birga olganimizmi? Hammasiga ko'rsatmay yuribsiz-a bahordan beri. Endi borib ko'rasiz-da, olganimizdan beri. Vodiga kelaman, xo'jaligiga olib bormaydi shu bola meni. Men xafa bo'lib qoldim bu boladan. Ko'zingiz tegadi endi kecha yo'lda kelsaga. Bugun ko'rsataman, xudo xolasa. Boramiz, yana bitta ajelni video qilamiz. Albatta. Obzorniy video takoy. Obzorniy video. Takoy obzorniy video, nimada boqilyapti, nima qo'shib berilyapti, hammasi o'sha yerda chista ko'rsatiladi. Nimani nimaga aralashtiryapti, nima orqali aralashtirilyapti, hammasini ko'rsatib beramiz hozir. Video agar manfaatli bo'lgan bo'lsa, bizlarning kanallarga обязательно obuna bo'lib qo'yinglar. Endi xudo xolasa qish ichi odamlar mol boqadi. Mol temasiga xudo xolasa video chiqarishni ko'paytirib boramiz nasib bo'lsa. Xudo xolasa veterinar hayoti degan videoni yangi qismi bo'yicha ham bosh qotiryapmiz. Nasib bo'lsa, yarmini masalan ertalab chiqib, ertalabki hayot qanaqa boshlanadi? Klinikaga boramiz, ish boshlanadi, nima bo'ladi? Kim yo'g'i vizitga chiqib ketilinib, aralash tarzda ko'rsatamiz nasib bo'lsa, xudo xolasa. Albatta, aytib o'tganimdek, o'tgan safar Abduvohib akam bilan veterinar hayoti olganimda ham aytib o'tganimdek, qahramonlar faqat kostyumni kiyib olib yurganlar emas, formada yurmaydi. Ha, mana bunday oddiy formada molni hidi kiyib yurib qahramon bo'lganlar ham juda ham ko'p. Shuning uchun iloji boricha shulardan intervyu qilishga, shular bilan obzor qilishga harakat qilamiz.
Nasib bo'lsa, xudo xohlasa. Xudo xohlasa. Kuzatishda davom etinglar. Videomiz foydali bo'lgan bo'lsa, boyagidek Like bosib qo'ying. Biz shu yerdamiz.